Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Xudo xolasa bugun 21-may 2025-yil. Xudo xolasa mana Ash noyasi Oppon qishloqdagi ishimizni ham xudo xolasa o'z nihoyasiga yetkazdik. Qarib ko'rsataman, hozir ko'rasizlar aziz tomoshabinlar. Videoga boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiyani bosib, bitta laykni bosib qo'yamiz. Ekranga tirs bosib qo'ysa tamom. Qani ketdik. Mana aziz tomoshabinlar, ko'cha tomonimiz xudo xolasa maloshniy rangda bo'lgan, qaymoq rangda 0.35 tunikadan qilingan, rosta kasimiga chista garantiyasi bilan 1 metr 3 kundan ag'ir chiqadi. Mana Adidas qilingan frontonimiz, ana shu qora joylari setka bo'lgan, mana. Ana shu qora joylari hammasi setka bo'lgan, havo kirib chiqib turadi. Mana balandtoz ustida ishlayapti, mana ko'ringlar. Qo'lni qilingan. Xudo xolasa kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar mana. Ash noyasi Oppon qishlog'ida birinchi marta kosmos fason. Birinchi marta va yangi fason ana shu yerda qilindi mana. Ko'ringlar. Bu uy akamiz Sherzodbek akaning uylari, Jo'rayevmi, familiyalari shunaqa ekan. Mana. Xo'p, ko'chaning nomini ham mana olib qo'yamiz mana. Bemalol mana shu ko'chaga kelib, 3-ko'cha 28-uyga kelib, bemalol mana shu kosmos fasonni ko'rishinglar mumkin aziz tomoshabinlar. Chekkasiga podsvetka qo'yilgan, 7 xil rangda yonib o'chib turadi kechqurun. Chista maloshniy qaymoq rangdan qilingan 0.35 tunikadan. Ishi sifati, kачествоsi 100% garantiyasi bilan. Ana shu darvozaxonaning tagida umuman samiriz yo'q. Samiriz umuman ko'rinmaydi. Mana ko'ringlar, mana kosmos fasonni nomer 1 bo'lgan. Mana bu oldi shapkalari mana. O'zingizlar bitta baho berishinglar mumkin qilinayotgan ishlarga. Mana ko'ringlar aziz tomoshabinlar. Chista 0.35 dan qilingan ishimiz. Bitta katta, bitta kichkina qilingan, xudo xolasa. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga bog'lanishinglar mumkin. Mana ko'ryapsizlarmi? Chotdiki garantiyasi bilan qilib beramiz. Mana burchalarga moddiy e'tibor berasizlar. Kosmos fasonimiz Oppon qishlog'ida bitta bo'lgan, boshqa yo'q. Bo'lsa ham bu darajada emas. Sifat, kачество bo'yicha bemalol kelib ko'rib ketishinglar mumkin. Sifat, kачество birinchi o'rinda e'tiborga olinadi bizda mana. Ko'ringlar. Ana shu kosmos fasonimiz Oppon qishlog'ida bitta, nomer 1. Bunaqa sali bo'lmagan. Bundan keyin endi bilmadim bo'ladimi yo'qmi. Xudo xolasa zakazlar bo'lsa, zakazlarni qabul qilamiz. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa aziz tomoshabinlar, mana ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa biz doimo xizmatdamiz. Doimo tan joninglar sog' bo'lsin. Kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin aziz tomoshabinlar. Podpisatsiyani bosib qo'yinglar. Doimo sog' salomat bo'linglar.